Assalomu alaykum. Visa Support jamoamizda yana bugun quvonchli kun. Sinimiz Oqgul Qozog'istondan vizalarni olib chiqdilar. Keyslari 13022. Bu qizimizning keyslari juda ham qiziq bo'lgan. Bizga viza bulletin chiqishiga bir kun qolganda kelganlar. O'sha 13 mingdan ko'tariladigan kuni ertaga bo'ladigan bo'lsa, bugun kelyaptilarda, ko'chirish kerak, nima qilsak bo'ladi deyishdi. Shunda biz aytdikki, mayli pul olmaymiz sizdan, tavakkal harakat qilib ko'ramiz. O'xshab ketsa o'xshab ketdi, o'xshamasa peshonangizda yo'q ekan dedik. Yozgan kunimizni o'sha kunning o'zida javob kelib, ko'chib qolishdi. Lekin bir hafta o'tgandan keyin intervyu kelyapti. Haqiqatda nasib qilsa shunaqa bo'ladi. Nasib qilmasa, hali odam ko'chiraman deydi, boshqa deydi, o'tga boradi, bo'tga boradi. Gaplashadi, biz bilan ham gaplashganlar bor, lekin ko'chirmaganlar bor. Nasib qilmadi deymiz qisqasi. Hech kim aybi emas bu. Bu qizimizga nasib qilgan ekan, xursandmiz. Bo'lib ham sizlar 2-sentyabr kirdinglar, to'g'rimi? 2-sentyabr. O'sha sizlarga kirish boshlanganda sirazi pasport topib qolib viza berishni boshladi. Qolgan hamma administrativniga tushyotdi. Sizdan boshlandi viza berish. Juda zo'r. Qanaqa endi unaqa taassurotlar? Taassurotlarim ichimga sig'may ketyapti. Chunki umuman hech kim ishonmagandi, faqat shu oyim, amaqim ishonyotgandilar. O'sha siz aytgandek 2 soat qolganda kelganmiz. 2 soat bir kun ham emas, 2 soat. Siz aytdingiz 2 soat yo'q bo'ladi, bo'lmaydi degandingiz. Va keyin barib tavakkal qilib qildik, Xudoga shukr. Bormagan, uchmagan odam borib Qozog'istonda yashab, vizani mana olib kelyapmiz. Hamma xursand. O'zimda yo'qman. Sizlarga kattakon rahmat deymiz. Shunchalik qo'llab-quvvatlab, chunki oldingi firmalarga borganimda, hatto men dokumentlarimni olib anaqa qilishgan, lekin transferga kelganda, yo'q, bo'lmaydi, kech keldingiz deb aytishuvdi. Yo'q, mana Xudoga shukr. Nuriddin akam mana yo'q demasdan 2 soat bo'lsa ham harakat qilib, mana hammasi o'xshab ketdi, Xudoga shukr. Shu 2 soat qolganmi, 1 soatmi, 20 minutmi, baribir harakat qilib ko'rish kerak ekan. Shunaqa. Har kim YouTube bu bir yilda bir umrda bir marta chiqadigan narsa. Oxirigacha riskovat qilib harakat qilish kerak. Nasib bo'lgan bo'lsa, YouTube'ni olsangiz, qilgan xarajatingiz birontasi ko'rinmaydi. Hammasi oqlab ketadi. Lekin siz harakat qilmadingiz, bu yoqda harakat qilganlar olib ketdi. Bu og'ir botadi. Juda og'ir. Uyda o'tiribsiz, men ham bundan keysim kichkina edi, harakat qilsam olardim deyiladi. U yo'qolgan pul topiladi, lekin ketgan imkoniyat topilmasligi mumkin. Sizni yana bir bor tabriklaymiz. Amerikaga yaxshi borib oling, eson-omon joylashib oling. Rahmat. Videolarni yana bir bor tabriklab qo'ying. Rahmat.